Estağfurullah. 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 Yomon eshak to'rva teshadi degan gaplari haqiqat ekanda. Bu bola meni kuydirdi. Kuydirdi bu bola meni kuydirdi. Nima bola bu? So'zlarni bir-biriga zanjir qilib ulab ketgansan. Ona til o'qituvching kim bo'lgan o'zi? Tirjayasan yana. O'zi o'qiganmisiz o'zi? O'qituvchimiz Muxtar bola bo'lgan. Keyin har dars bizga ertaga aytib berardilar. Shuning uchun ham yozing haligi mushuk sichqonni quvgandek aljib yozibsan-da. O'qib ham bo'lmaydi qara mana bu yerda. Ish qilib imzo o'zingkimi? Ha? Ha? Aka. Hammasi tushunarli-yu. Ba'zida shu harflarni joylarini o'zgartirib qo'yaman. Lekin aka bir marta mahalladan pul chiqarganda bolalar pulini. Savoding yaxshi ekan deb rais maqtagan meni. Ha? Ha, mayli, xo'p. Xullas, menga qara. Menga yozib bergan tilxatingda nima deb yozganingda o'zing aqling yetadi? Ha? Bu pulni 2 oy muddatda qaytaraman. Yana yaxshi tushunmabsan. Senga yana bir marta tushunadigan qilib takrorlayman. Endi aka bittada shartta tushuntiring. Endi biz 8-sinfni savod bilan qolib ketganmiz. Bunaqangi xat hujjatlari bunchalik tushunavermaymiz aka. Eshit bo'lmasa. Menga qara. Olingan qarzingni o'z vaqtida olib kelib topshirmasang, menga to'lamasang, har bir o'tgan kuniga 2 barobar foiz bilan to'laysan. Bu deganim har 1 millionga 500 ming qo'shiladi. Xavotirim yo'q aka. Ishga borib joylashib olay. Sizga pulni berishni boshlayman. Ha? Mayli, qara o'zingga lekin. Men seni majburlab berayotganim yo'q, to'g'rimi? Hay aka. O'z ixtiyoring bilan olyapsan. Olgan qarzingni to'lagan kuning tilxatingni yirtib tashlayman. Xo'p? Ungacha har holda tilxating menda turadi. Xo'p? Xo'p. Sizda turgani ma'qul. Turaversin. Aka, 3 oy nima degan gap? Bir pasda o'tadi, ketadi. Keyin aka xavotir olmang. Muddatdan oldin qaytaraman. Endi menga ruxsat bering. Yo'l tayyorgarligini ko'ray. Xo'p. Duo qiling. Ilohim. Esonaman borib kelgan cho'ntang dollarga tiqilib kelsin-da, vaqtida pulimni qaytaring, no? Xo'p. Ha, xursandsan. Rahmat aka. Ehtiyot bo'lib ketgin, ey. Xo'p. Pulni yo'qotib qo'ymagin yana. Ish qilib vaqtida qaytarsa bo'ldi. Sen xursand bu bola. Hey Javlon. Javlon. Bu shu yetmay turdi. Assalomu alaykum amaki. Ha, shoshib kelyapsiz. Seni bo'yningni uzib tashlagan odam sovuqqa qoladi. Tushundingmi? O'zingiz bosib gapiring amaki. Yana nima gap? Hey, seni dastingdan bu qishloqda yashaymi yoki yo'qmi? Otang rahmatli ham seni shunday odam bo'lishingni bilib o'lib keta qolgan ekan. Amaki. Unaqa qarg'avermang. Rizqim bor ekan, men terib yuribman. Hey bola. Nega Mirsalimning bolasini xana vayron qilding? Ha, Mirsalarga arz qildimmi? Ha? Hey bola. Qarzini qaytargan bo'lsa, yana nega ustiga pul qo'shib olding? Ha? O'sha Mirsalingiz o'g'li bor-ku, siz yonini olayotgan odam. Qarzini vaqtida qaytarib bermadi. Undan keyin u olgan payti dollar kursi bilasizmi, ancha qimmat bo'lgan. Hozir tushib ketdi. U ataylab mana shuni kutib, kechiktirib berdi. Men ham unaqa anoyi emasman. Yo'l-yo'lini qilib qo'ydi. Ey beaql bola. Mayli. Birovni og'irini yengil qil. Qarz ber, lekin oxirida bunaqa gaplar qilmaginda odamlar. Undan ko'ra odamlarga qarz berma. U bechoralarni tinch qo'y. Sen ham boshingni qotirma. Amaki, meni hech kim hech narsaga majburlayotgani yo'q. Olmasin? Oldimi? Chidasin. Tavba. Odamlarga qarz berib, hojatini chiqarsang ham gapiradi, pul bermasang ham gapiradi. Seni bu odamlarni hojatini chiqaryapman degan ishlaring
sudxo'rlik deyiladi. amaki mana bankka boring yo'q bankka boring bankda mana shu ishni qiladi amaki qo'ying aralashib nima qilasiz savobmi gunohmi hammasi o'zim gardanimda undan ko'ra kiring uyga kiring choy ichamiz kiring kiring Seni ogohlantirib qo'yay bola. O'zingcha bilgan amalingni qilma. Agar yana mana shunaqa bemaza ishingni eshitsam, xafa bo'lma. Tushunding-a? qanaqa bermasa undan ko'ra kiring ichkariga qarindosh urug'lik choy ichamiz yuring Ber gullim choyingdan. ha amaki man eski zavod odami kredit degan narsalarni tushunmaydi bu ham biznes O'zingiz bir nima demasangiz bo'lmaydi ota. Men bir o'zim bir etak bola bilan ro'zg'orga cho'paymi, mol holga qaraymi? Hozir Hoshim, Ay, dada, nega chaqirding deb urushib qolmaydilarmikin? Jahllari chiqmaydimi? bolangizga qarayvering, boring. Boring. Va Hoshim. Hoshim? Ha dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha? Ota yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Ha, Qani Abdumanov aka quduqni qazib bo'ptimi? ha, qazyapti. Sen bola o'zingcha nima ish qilib yuribsan? Ha? Hech nima ish boshlaganim yo'q. Heyo, beyo, ana esirgapi bolasidan qarz olib, qayoqqadir Rossiyagami ishga ketmoqchimisan? Ha? Ota. To'g'risini aytsam, bu yerda arzimagan pulga ishlab yurish jonimga tegdi. Shunga birato'la chetga chiqib ishlab kelsa aytuvdim. Chimboyobodni bozorda o'zingni eplab yura olmaysan-u? Chekka chiqib o'zingni qanaqa eplaysan sen ahmoq? Ha? Shuni ayting ota. Bir marta Somon bozorda adashib qolgan. Bozorni 3 marta aylanib zo'rg'a topganman. Endi gap bundoq. Esirgapni o'g'lidan pul olgan bo'lsang, yana foizga olgan bo'lsang kerak. Tezda qaytarib ber. Hech qayoqqa bormaysan. Bahorga ham mana 2 oy qoldi. O'tadi ketadi qish. Hademay ish boshlanadi. Agar juda pul kerak bo'layotgan bo'lsa, ana Abdumanovga aytaman. Tomorqasini bir chekkasidan joy ajratib beradi. Ko'klamga piyozmi, biron ko'katmi sepib qo'ysang, bahorga bozorga chiqarasan. Ota, ko'katdan durust foyda qolmaydi-yu. Undan keyin o'zim ketayotganim yo'q. Mulla Shukur qishloqdagi Rustam bilan birga ketyapman. O'zim ketmayapman. 4-5 yildan beri shu chet elda ishlab kelyapti. Nima qilibdi ota borsam? Keyin u bola yo'l yo'riqlarni yaxshi biladi. Xo'p. O'sha Rustaming shuncha yildan beri borib ishlab kelyapti. Nima karomat ko'rsatdi? Mashina oldimi? Yo uyni ta'mirladimi? Qani aytchi? Har yili bor burdini yo'lga sarflab ketadi. Qaytarida otasi pul jo'natadi. Otasi yuborgan pul bilan qaytib keladi. Qani buni topgan pul? Endi bir o'tgan yil shunday bo'lib qoldi ota. Boshqa paytlar ko'rdik-ku, yaxshi ishlab keldi. Eski bo'lsa ham mashinasi bor. O'sha mashinani ham aka-ukalari pul tashab olib berdi. Shuni bilasanmi? Shuni bilasanmi? Ota. Maylida, men ham bir mashinaga pul yetadigan pul ishlasam, kira qilarmidim ko'chada. Nima qilibdi? Xullas, gapni ko'paytirma. Hech qayerga bormaysan. Uyingda ro'zoringga bosh bo'lay o'tirgin. Qora qozoning qaynab turibdi, shukr qilgin shunga. Xuddi chetda pul sochib qo'yganda shoshasan hamma chet elga qarab. Shundaymi? Ota, axir men ham yosh bola emasman. 40 dan o'tyapman-ku ota. Bir o'zimni yashashimga ham qo'yib bering.
tengqurlarimga o'xshab men ham bir yaxshi ko'rgan ishlarimni qilay, istagan ishimni qilay, ada hamma yoqqa to'sqinlik qilaverasiz. Qil. Seni kim ushlab turibdi? Ammo juyali ishni qiyin. Ha, chetga ketaman degan gapingni boshqa eshitmay, tushundingmi? Tushundingmi? Undan ko'ra bor. Abduman olib kelib chiq, quduqni tezroq bitiringlar. Tushundingmi? Dada, O qizim. ovqatim tayyor edi. Qayerga ketyapsiz? Ovqat yeb ketasiz? Hayyo, ishim bor. Mayli, rahmat. O'zinglar yuringlar. Yaxshi o'tiringlar. Nega menga yomon qaraysiz? Men seni bilmaymanmi, ha? Bu ishni sen qilding. Sani og'zingda gap turmaydi. Otamga borib chaqdingmi? Ha? Men nima qilsam sizga yaxshi bo'lsin dedim-da. O'zingiz o'ylang. Agar ketganingizda ham kamida 2 yil ketasiz. Men bir o'zim bolalar, ro'zg'or, mol-hol qanday boqaman? Qanday qarayman ularga? Shu, bilaman. Sani darding shu qishloqdan chiqarmaslik. Sani oldingda yursam bo'ldi. To'g'ri-da, chetda nima qilasiz? O'zimizda ham ish ko'p-ku. Hademay ko'klam keladi. Yana yerga urug' sochamiz, hosilni bozorga chiqaramiz. Kunimiz o'tib turibdi-da. Qo'ying, begona yurtlarni orzu qilmang. Bilmaysan-da. Ko'proq pul ishlab kelsam, mashina olaman deb niyat qiluvdim. Darrov otamga chaqib, hamma ishni rasvosini chiqarding. Hozir ham oling. Pulingiz bor-ku. Javloniga qarz berdi dedingiz-ku. Kiraga chiqib, qarzini uzasiz. Shunday qilsangiz bo'lmaydimi? To'g'ri aytasan, xotin. Qo'yil senga. Savoding 7-sinfniki bo'lsa ham, oxlingga qo'yil. Siz yonimda qoling deyman-da. Ha, dadasi, hozirchi u yoqlar ham tinchmas. Internetdagi voqealarni ko'rib, odam yuragi shuvillaydi-ya. Ha, mayli. Bitta yangi ko'ylak kiymasam kiymabman-da. Ha, seni bilaman-ku. Shu pul toping deysan, qo'ymaysan keyin, to'g'rimi? Ha, ishlang deyman, lekin yonimda ishlang-da. Endi xotin, eshit. Javlon akadan olgan pulim faqat yo'lkaga edi. U mashinaga yetmaydi-ku. Javlon aka! Ye. Abduhalil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Sog'ligingiz yaxshimi? Javlon akani ko'rmadingmi? Yo'q. Ertalab qayergadir mashinasini minib chiqib ketyapti. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Hayronman. Tinchlikmi? Ha, yo'q, o'zimizning ishimiz. Ha, mayli aka. Bo'pti uka. Javlon aka. O, Javlon aka. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, to'y bola. Javlon aka, Ha. yaxshimisiz? Ketmadingmi hali? Men seni hozir Rossiyada marusalar bilan o'rmonda qo'zi qorib terib yurgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Ha. Nima bo'ldi? Javlon aka, Ha.
otam bilasiz-ku. Shu yerda o'zingni eplolmaysan, u yoqda yana adashib qolmagin deb boshim og'ritib yotdilar. Bir tomondan otang to'g'ri aytibdi. Har doimgidek shu atrofda tinchgina ishlab yurganing durust. Ha, bormaydigan bo'lgan bo'lsang, pulimni olib keldingmi? Yo'qda aka. Nega? Bormaydigan bo'lsang, pulimni qaytar. Bilasan-a, kuniga foiz tug'adi. Aka, oldingizga bir ish bilan keldim. Shu bergan pulingizga yana bir mashinaga yetgulik bir qarz berib tursangiz bo'lardi. Shu nima desam bo'ladi? Shu eskiroq bo'lsa ham bir mashina olib kira qilmoqchiman. Shu qishin yozin shu qurilishda ishlayverib bezorim chiqib ketdi aka. To'g'risi, bir yordam qiling. Bu fikring ham yomon emas lekin. Faqat men pulni shunchalik bermayman. Bilasan-a? Lekin bitta mashina emas, kerak bo'lsa ikkita mashinadan pulini bera olaman. Faqat uni qaytarish kerak uka. Aka, u yoqdan xavotir olmang. Shu kunlik kiradan tushgan pulni sizga yetkazib turaman. Xohlasangiz bitta qilib to'plab beraman. Shunday qilsang ham bo'ladi lekin. Aka, shu bitta mashinaga yetadigan qarz berasizmi? Mayli beraman. Faqat ikkalamizni o'rtamizda bo'lgan oldi-berdini qonuniylashtirib notariusdan tasdiqlatib olishimiz kerak. Xo'p aka. Endi men u yoqlarni tushunmayman. Qanaqa hujjat desangiz olib kelaman. Xo'p. Baraka topsin. Otasiga ehson berib bir eslab yaxshi ish qildi-da, baraka topib bola. Lekin odam ham juda ham ko'p keldi. Baraka topsin. Yurgan odamda, ko'rgan odam, Xudoga shukr. Qor yog'ishini qara. Hey tavba, bunaqa bostirib bir hafta yog'adigan bo'lsa, yerlarimiz ham ancha to'yinib qolardi. Albatta, albatta. Ob-havo ham yildan yilga o'zgarib boryapti. Gapirma. Kecha internetda ko'rib qoldim. Yomg'ir umuman yog'maydigan davlatlarda ham yomg'ir qor yog'ayotgan. Yo'q. Ha, Astag'firullah. Senga aytsam, bu yaxshi emas, Abdumurod. Odamlar tabiatni buzyapti. Roshidlar, suv toshqinlarini hammasi odamlarning o'zidan. shunaqa. Avvalgidek daraxtlarni, yerlarni asramay qo'ydik. Eysizlarmi? Ana o joylar ilgari yaylov bo'lardi. Qo'y-qo'zilar boqardik o'sha yer. Hozir shu yaylovlarni ham buzib tashlashdi mana. Ha bu Hazrat Qulli katta o'g'lim Murod bilan eshitdingmi? Uning tepasida qolgan haligi yaylovni buzib tashlabdi. Vallahi. Hokimiyatdan odam kelib jarimaga tortib ketdi. Yo'q, battar bo'lsin. O'zi bular urug' aymog'i bilan shunaqa. Erta ko'klamdan arra boshini egallab, kech kuzgacha birovga suv bermaydi. To'g'ri. Men ham qattiq gapirdim. Hey. Iya. Ana o jiyaningiz Hoshimmi? Yangi mashina olibdimi? Men xabarim yo'q. Bironta o'rtoq-o'rtog'inigini haydagandir-da. Hamma bolalarimdan ko'nglim to'q. Faqat mana shu Hoshimim sal bo'shanroq chiqdi-da. 5 xil barobar masa, tuxumlari orasida ham faladasi uchrab turadi-yu. Bunga hech qayg'urish kerak emas ekan. Bu Hoshimim palada tuxum ekanda.
Bu kuydirgi jiyandan bizda ham bitta bor. Shunaqa degan. Bo'ldi, hop. Shunaqa. Iya. Qara. 2000 ga? 2000. Mana, sanab bor. Ko'chadan topsang ham sanab bor degan. Ota bobolar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri aka. To'g'rimi? Mana. Endi uka yozgan tilxatingga Mahmudga imzo qo'yasan. Endi uka hammasi hisob-kitobli bo'lgan yaxshi-da, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ha, qo'y, uyalma. Yaxshilab qo'ysang-chi. Ye? Ha, bo'ldi hali. Rahmat aka. Mushkulimni oson qildingiz aka. Xudo xolasa qarzni vaqtida qaytarishga harakat qilaman aka. Rahmat. Uka, senga muddatni cho'zib berdim. Men ham odamgarchilikni bilaman. Haligi oliygohda o'qiydigan ukang bor-ku, shuni talabaligini hisobga olib, foizini kamroq qilib berdim. Rahmat aka, rahmat. Boringizga shukr. Bilsang bilarsan, bilmasang yana o'zing bilasan. Odamlarga yaxshilik qilish kerak. Bilasanmi? Savob kerak-ku. Bo'ldi. Mana qara, onang ham yolg'iz boshi bilan shuncha ukalaringni hammalarini o'qitib yotibdi, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, sendan keyin haligi student ukang bor, oti kim edi? Ha, Begzod, Begzod. Ha, Begzod, ha. Kecha bozorda ko'rib qoldim. Araba tortib yurgan ekan. U ham shartnoma asosida o'qishga kirgandi. Lekin sharoitimiz ko'tarmay o'qiy olmadik. Yo'q-e? Men keyingi yil o'qitarman, bil bo'lmasa. Mayli aka, men boray. O'tir, men choy quyib bering. Men u bilasan. Rahmat aka, rahmat. Keyin ovqat qilyapti dedi. Rahmat. Bora qolay, ishimni bitira qolay. Aka, sizdan pul olganimni oyim bilmay qo'ya qolsin, oramizda qola qolsin. Shu ukamni shu budjetda o'qiydi deb o'ylaylar-da. Ha, mayli. Endi kontraktda o'qishni o'zi bo'lmaydi uka. Men seni tushunaman. Bo'pti, onang bilmay qo'ya qolsin. Yana senga bir maslahatim, ham pul topishni o'rgan, ham biron bir hunarni egallagin. Mana men iqtisodiyot universitetini tamomlaganman. Necha yil bankda ishladim. Mana pensiyada ham kreditni joy-joyiga qo'yib ishlayib yotibman. Faqat uyda-da uka. Mayli, men boray aka. Bo'pti, omading bersin. Cho'ntaging savob yo'qotib qo'yasan. Lekin menga qara. Pulni cho'zib yubormagin, bo'ptimi? Xo'p? Xo'p, xudo xolasa qaytaraman aka. Qani. Ilohim, tinchlik xotirjoningiz mushkuling oson bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat aka. Bo'pti. Yaxshi kuningizga qaytaring. Ilohim, biz yaxshiligimizni bilsang bo'ldi uka. Rahmat. Har kim ham bunaqa yaxshilik qilavermaydi lekin. Shu kunlarda tez-tez shu yurak bezovta qilyapti-da. Hozir davolanaman desam, palon pul ketadi. Dori ichib turay-chi. O'tib ketadi. Ha, Jizzax qayerga? Baxmalgami? Ha, bo'ldi, pulni kelsak boraveramiz. Bizning ishimiz shu-yu. Ha.
bormi? Odam bormi? Ha. Hozir. Ha, boyvachcha. Darvozani ochishing qiyin bo'lib ketdi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Tayyorlab qo'ydingmi? Aka. Ilojini qila olmayapman-da. To'g'risi shu mashinani sotib beray desam, metalon narxida so'rayapti. Shu sizga ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor edi. Ana yuk mashinasiga ko'proq pul sarflab yubordim. Endi bilasiz-ku, avtohalokat urib olgandan keyin ta'mirlab berdim-da aka. Sen menga qara. Meni gaplarimni hazil deb tushunyapsan shekilli, ha? Yo'q, unaqa emas aka. Nima qilay endi aka? Ilojini qila olmayapman. Ozgina vaqt bering. O'zi shundoq ham vaqt beraverib, foizdan ham oshib ketdi uka. Menga qara. Yaxshi tartib qoida bo'yicha ish qilamiz. Shunda senga ham jabr bo'lmaydi, men ham hadeb seni bezovta qilavermayman. Eshikni taqlatib. Tilamchiga o'xshab. Qanaqa ish aka? Qonun bo'yicha ko'riladigan ish uka. Ha, shu ishdan seni xabaring bor ekan. Bir og'iz aytsang bo'lmasmidi shuni? Yaxshi bo'ladi deb o'ylabman-da ota. Ish teskarisiga aylanib ketishini qayerdan bilay? Beaql nodonlari. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tir. Ha? Tursiz beaql. O'lasanmi shu ishni maslahatimdan qilsang? O'zingiz aytasiz-ku, ko'r savodsan deb. Shu yerda ham shu savodsizligim pam berdi ota. Shu oson pul topaman deb o'ylabman ota. Tinchgina shu kunlik ishlarimni qilib yursam bo'lar ekan. Ota, Javlon aka uni bo'shatib qo'yinglar deb ketdi. Uy endi qonuniy ularniki ekan. 5 bola bilan qayerga boramiz? Ochiq go'rga borasanlar. Ikkalaring ham qilgan ishlaring xom. O'ylamasdan, netmasdan shuncha pulni, ha? Foizga olaverasan. Qaysi miya bilan qilding shu ishni? Ota, bo'lar ish bo'ldi. Meni urishganingiz bilan foydasi yo'q. Esirgap aka. Ey Esirgap aka. Kelavering. Ha, kelaveringmi? Kelavering, eshik ochiq. Ha. Hormang. Salom, keling. Hormang. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum Keling. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Tuzukmisiz? Salomatlar yaxshimi? Rahmat. Yaxshini qarang. Xudo. Endi Yo'g'ani ham ma'qul. Albatta, yoqqani Qiyini yaxshi. qilgani ma'qul-da. Shunaqa.
xizmat qani ishga kiring. Ey, rahmat, rahmatmi? Men oldingizga bir masalada keluvdim. Xo'p. Menimcha sizni ham menga o'xshab bu ishdan xabaringiz bo'lmasa kerak. Nima gap? Jonon jiyaningiz bilan meni o'g'lim Hoshim sal kelishmay qolibdi. Shu mojaroni hal qilib bergin deb keldim, aka. Nima bo'pti? Tekshiraymi? Bu ahmoqlarning ishini odam aytishga ham uyaladi. Foizga pul olibdi o'g'lim. Ahmoq. Ablah. Pul olganda yalinadi, o'tgandan keyin o'zicha. Ha, yaxshimisan? Ha, telefon qilsam ko'tarmaysan. Ha? 10 marta qildimi? Bugun chishlo nechi? Ha? Qanaqa 21, o 22 uka? Pul olganingda yaxshi gapirib, yalinasan, ha? Endi ishing bitdi-da. Nima, yaxshilikka yomonlikmi bu, ha? Menga qara. Bir kun o'tib ket, agar kechgacha bugun pulni olib kelib bermasang, foizi 2 barobar ko'tariladi, tushundingmi? Keyin yalinib o'tirma menga. Yaxshilik qilasa, yaxshilikka yomonlik bu. Bo'pti. Assalomu alaykum. Amaki. Assalomu alaykum. Yig'ishtir salomingni. Yana nima bo'ldi, amaki? Hey. Abdumurotning bolasining uyini qani vayron qilsan-ku? Nima qilibman? Ha? Nima qilibman? Hey, tez uyini hujjatini ber. Ber. Amaki, iltimos. Shu ishimga aralashmang. Nima qilasiz birovlar ishiga burningizni tiqib, ha? Men sizga yosh bola emasman-ku. Ey bola, men senga uyini hujjatini ber dedim. Bo'l. Amaki, Yetim bola asrasang, og'zi burning qon qiladi degancha bor ekan. Seni akamni yolg'iz bolasi deb o'z bolalarimdan kam qilmasdan boqdim, o'qitdim, uylantirdim. Evaziga meni butun mahallani oldida sharmanda qilding. amaki. Birinchidan siz bular yaxshiliklaringizni ta'na qilmang. Hoshim, pulni qaytarsin? Bular hujjatini olib ketadi. Birinchidan uni uyini tortib olish niyatim ham yo'q edi aslida. O'zi muomalani bilmadi. Shuning uchun bular hammasi qonuniy ish ko'ryapman, amaki. Hey bola, bir mahallada turib qanday shu ishni qilyapsan? Uyalmaysanmi? O'zi seni bu harom ishingdan uyalib, mendan boshqa hamma qarindosh urug'lar o'zini olib qochyapti sendan. Hey, ko'zingni och bola. Ochdim amaki. Birinchidan bu harom emas. Qolaversa qilayotgan ishimni o'zim bilaman, nima qilayotganimni. Demak, sudxo'rlik ishingdan qaytmaysan, shundaymi? Men sizga yana aytaman. Amaki, pulimni foizi bilan qaytarib bersin, hujjatini berib yuboraman. Ey bola, sudxo'rlikning jazosi bu dunyoda ham, u dunyoda ham azob bo'lishini unutma. Hep hayb senday odamga. Amaki. Tavba. Bu odamlarga hech bir yaxshilik yoqmaydi-ya. Yaxshilik qilaman desam, qilaman, yomonlik qaytadi. O'zi ey. Doruzani ham almashtirish kerak ekan. Bechora kichikda tashlab ketganini qara.
ancha ta'mir talab bo'lib qolibdi-yu. Lekin sotiqi anchagina ekan. Bemalol 4 ta kottej tushirsam bo'lar ekan. Yaxshisi 4 ta kottej tushirib, hammasini bir baravariga qimmatga sotaman. Buni buzib tashlashim kerak. Ey, vavlama. Bechara kuchuk ham och qolganga o'xshaydi o'zi. Pul olishdan oldin qaytarishni o'ylamaydi-da. Keyin orqadan gap so'z qilib yurishadi. Men ham Hoshimni burni qonasin deganim yo'q-ku. Pul so'radi, hojatini chiqarib berdim. Endi qaytarsin-da. Ey, o'zi odamzod yaxshilikni bilmas ekanda. Tavba. Shunchasiga hojatini chiqarib, yordam qilib pul bergan bo'lsam ham, birontasi rahmat demaydi-ya. Ichiga ochiq ekan bu. Nimagadir yuragim sanchyapti-ya. Dadasi. Uyimizni bir ko'rib ketaylik. Yur, hali qiladigan ishlarim ko'p. Bir martagina bo'lsa ham ko'rib ketay. Qo'y, vaqtimiz ketadi. Yursang-chi, yur. Nima qilasan ko'rib? Dadasi, qarang. Ha? Ha? Ye. Javlon aka? Javlon aka? Nima gap tinchlikmi? Nima bo'ldi? To'g'ri. Ha? To'g'ri. To'g'ri? Cho'ntagingizda bormidi? Mana. Nima bo'ldi, Javlon aka? Olib bering. O'zi yaxshimisiz? Ha? Javlon aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Dadasi, yuring, ishga borishimiz kerak edi. Yuring. Ishga kech qolmang. Bularni kechagina sudxo'rlik qilib uyini tortib olgandim. Bugun esa meni jonimda asrab qoldi. Ey Javlon. Men o'zi nimalar qilyapman o'zi. Joning o'zi omonat bo'lib turgan bir paytda nimalarni qilyapsan-a? Amakim haqiqatni aytgan ekan. Sudxo'rlik bilan topilgan boylik halol emas, bolam. Barakatsiz bo'ladi. Puling ko'paygani bilan xotirjamliging ketadi. Yo, xotirjammisan?
amaki, odamlarni o'zlari pul so'rab kelyapti. Ularni qarz olishga majburlayaptimi yo'q? Jiyan, haliyam kechmas. Bu ishingni tashla. Undan ko'ra otangdan qolgan yerlarni bog'roq qil. Ana, chanqab yotibdi. Ey amaki, tomorqa ishlari, dala ishlari menga emas. Bo'pti, shoshib turuvdim. Bir joyga ketayotgandim. Bo'pti, mayli. Hoshim. Hoshimjon. Shoshmang. Ma, uyingni hujjati. O'zi shunda ham ukalaring bilan ko'pchilik uyda turasizlar. Otangga yuk bo'lmabdi. Kelin, meni kechiringlar. Aka, hamma pulni sizga bera olmayman. Qaytarishing shart emas. Meni jonimda asrab, allaqachon qarzingni o'zing. Rahmat sizlarga.